bu hech qanaqa oddiy blesk yoki nimadir emas. Bu shunchaki trendoviy zashitka. SPF hozirgi kunda quyosh bormi, yo'qmi, hamma narsadan himoya qiladigan eng zo'r trendga chiqqan SPF. Shunaqa zo'r ishlaydi. Siz makiyajdan oldin SPF surasiz har doim, to'g'rimi? Ko'chaga chiqqaningizdan keyin uni surolmaysiz nikak. Lekin bu sizning yoningizda bo'lsa, har qanday vaziyatda bitta sepasiz zashitasi, yana ham himoyasi kuchliroq bo'ladi. Bu men sizga yana aytaman. Ultrafiolet nurlari bor. Quyoshimiz bo'lsa bo'lmasa, sovuq, chang, hamma narsadan himoya qiladi. Shuning uchun yuz terisini himoya qilmay turib, har qanaqa o'xotni qiling, foydasi yo'q. Chunki yana eslataman, o'sha dog' tushishi, terini qarishi, ajilla tushishi hammasi mana shu bez zashitka yurishdan bo'ladi. Ertalab uyg'ondim, sirazu zashitka bilan yuraman, kechqurun uxlagunimcha. Shu uchun buni ikki xil sotuvga chiqardik, qizlar. Ikkalasi ham chotki ishlaydi. Mana bu ko'rinishda 250 ming so'mdan bor yo'g'i 10 tagina sotamiz. O'sha uchun men sizlarga tezgina ulgurib qolinglar deyman. Bizda hammasi original, zo'r ishlaydigan narsalar va eng oxirgi bizga zo'r effekt beradigan o'xovli kosmetikalar. Shunday ekan, ulguring.